Xalq deputatlari Buxoro viloyati mahalliy kengashlarining faoliyati bilan yaqindan tanishish va o'zaro tajriba almashish maqsadida Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputatlari Buxoroda bo'lishdi. 2 kunlik tashrif tadbirlari haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputatlaridan iborat delegatsiyaning viloyatimizga 2 kunlik tashrifi ziyorat bilan boshlandi. Dastlab mehmonlar Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi raisi boshchiligida Xo'ja Bahoddin Naqshband va Hazrat Said Mirkulol muqaddas qadamjolarda bo'lishdi. Tarixiy manzillarda amalga oshirilgan keng bunyodkorliklar bilan yaqindan tanishdi. Qadamjolarda ezgu niyatlar qilinib, duoga qo'l ochildi. Xalqimiz ma'naviy qadriyatlarga berilayotgan e'tibor e'tirof etildi. Shundan so'ng tashrif maqsadiga ko'ra delegatsiya vakillari Xalq deputatlari Kogon shahar kengashida bo'lishdi. Kengashda yaratilgan sharoitlar, deputatlarning olib borayotgan ishlari bilan yaqindan tanishdilar. Hududni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish, muammolarga yechim topish, saylovchilar bilan ochiq muloqotlarni tashkil etish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar xususida ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar zamirida ijro etuvchi vakillik organlari va fuqarolar o'rtasida ko'prik vazifasini o'tayotgan mahalliy kengashlarga juda ham katta mas'uliyat yelkasiga yuklanmoqda va bu mas'uliyatni yanada kuchaytirish va mahalliy kengashlar faoliyatini jadallashtirish maqsadida yurtimizda mahalliy kengashlarni bir-biri bilan tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish joriy yil mana shu 1 yil davomida amalga oshirilmoqdaki, buning aynan har bir mahalliy kengashlardagi eng yuqori natijalarga erishayotgan yo'nalishlari, deputatlarni faolligini yanada yuksaltirish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlar bilan almashish maqsadida olib borilmoqda. Mana hozir ham biz Toshkent shahridagi amalga oshirilayotgan ishlarni Buxoro viloyatida yo'lga qo'yish yoki bo'lmasa mana shu Buxoro viloyatiga aynan bugun Kogon shahar kengashining faoliyatini o'rgandikki, bu yerda o'sha qishloq xo'jaligi sohasidagi mavjud muammolar, yo'llarni asfaltlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va deputatlarning bu jarayondagi faolligini ko'rib, o'zimizga ham kerakli bo'lgan yo'nalishlarni belgilab oldik va bunday faollikni, bunday tajriba almashinuv ishlarini yanada kelajakda ham doimiy aloqalarni yo'lga qo'yishni rejalashtirib oldik. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputatlari Buxoroga tashrifning 2-kunida viloyatning yangi ma'muriy markazida tashkil etilgan Situatsion markaz faoliyati bilan tanishdi. Markazda nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, hududning barcha jabhalari bo'yicha ma'lumot real vaqt davomida shakllanadi, qayta ishlanadi va tahlil etiladi. Shu kuni Xalq deputatlari viloyat kengashi faoliyati bilan bog'liq jarayonlar davra suhbatidan o'rin oldi. Oliy Majlis Senatini topshirig'iga binoan shu mahalliy kengash deputatlarini viloyatlarda o'sha 14 ta hududda bir-biri bilan tajriba almashish rejasi tasdiqlangan va shu rejaga muvofiq mana viloyati kengashini faoliyati bilan tanishdik. Har bittasi o'sha platformaga kiritilgani hamda nima deydi, ortiqcha qog'ozbozlikdan voz kechilganini guvohi bo'ldik. Mana Toshkent shahar kengashi deputatlari tomonidan ham bir qancha biz o'zimiz takliflarimizni berdik. Birgina taklifimiz shu xalq nazorati platformasi mavjud. Mana bu yerda ham mavjud ekan xalq platformasi, xalq nazorati platformasi va ushbu xalq nazorati platformasida bizani Toshkent shahar kengashida 50 ta deputatlarimizniki o'sha platformada integratsiya qilingan, ya'ni deputatlar o'zini okruklarini dagi muammolarni, ya'ni mahalladagi muammolarni bevosita nazorat qilib turadi u yerda Toshkent shahar kengashida va xuddi shu tajribani Buxoro viloyati kengashiga ham o'zimizning taklif sifatida kiritdik. Tadbir davomida mehmonlarga esdalik sovg'alar ham topshirildi. O'zaro tajriba almashinuv va faoliyatda samaradorlikka erishishni maqsad qilgan tadbirda kelgusidagi rejalar ham belgilab olindi. 2 kunlik tashrif davomida deputatlar Xalq deputatlari Vobkent tuman kengashi hamda Buxoro Varnet korxonasida ham bo'lishdi.